Oyi, ana u. Hay ukam, shoshmang. Hay ukam. Yordam beraman degandingiz. Voy rektor tanishim degandingiz. Voy, telefon qilsak telefon olmaysiz a? So'ragancha pulingizni bergan bo'lsak ukam. Pulimizni qaytib bering. Chunki o'g'lim o'qishga kira olmadi. Hozir pulim yo'q. Meni ham to'g'ri tushuninglar-da, opa. Birinchidan hech kim sizlarni majbur qilgani yo'q. O'zingizlar keldinglar, o'zingizlar berdinglar. Keyin opa, bu yil o'xshamadi, balki keyingi yil o'xshab qolar. Iya, Qaytaring pulimizni ana. Jonga tegdinglar. shunaqami? Shoshmay turali. Ta'zirini berib qo'yaman. Kerakli joyga xabar beraman. Hov! Ko'rib turganimizdek, insonlar o'z nodonligining qurboni bo'lishdi. Jinoyat qonunchiligidagi oxirgi o'zgarishlarga ko'ra, mansabdor shaxsni pora berish yo'li bilan noqonuniy harakatlar sodir etishga undaganingizdan keyin qilgan murojaatingiz sizni javobgarlikdan ozod etmaydi va bu harakatingiz pora berish jinoyati deb baholanadi. Pora predmeti esa davlat hisobiga o'tkaziladi va qaytarib berilmaydi. Mazkur holatda pul bergan ayol va uning farzandi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan, pul olgan shaxs Jinoyat kodeksining 168 va 211 moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, pullar davlat hisobiga o'tkaziladi.